Bugun jamoat joyida hakerlik qilib ko'ramiz. Uning uchun savdo markaziga keldik va jamoat ovqatlanadigan joyga chiqib o'rnashdik. Dastavval kompyuterimizdan, qo'shimcha tarzda telefon qurilmamizdan tekin internet ko'rinishida Wi-Fi signallarini tarqatishni boshladi. Bizga 3 ta qurilma ulandi va bulardan birini victim sifatida qabul qilib olishimiz kerak edi. Biz qurilmaga osongina ulandik va oldindan tayyorlangan RAD appimizni o'rnatishga majburlaydigan veb-saytimiz orqali muvaffaqiyatli RADni o'rnatdik. RAD orqali qurilmani bemalol boshqarishimiz yoki qanday ilovalar o'rnatilganligini, qurilma ichidagi qanday ilovalar, bank akkauntlar va hammasini ko'rish imkoniyatiga muvaffaq bo'ldik. Bu yerdan xavfsizligi eng past bo'lgan bank ilovasiga kirishga muvaffaq bo'ldik va ko'rib turibsizki, bank akkaunt haqida ma'lumotlar, ichida qancha mablag' bor, ularni o'tkazish, barchasini amalga oshirishimiz mumkin edi. Bu quyidagicha bajarildi. Victim avval tekin Wi-Fi ga ulanadi va biz uni porta orqali oldindan tayyorlab qo'yilgan RAD appimizni muvaffaqiyatli o'rnatamiz. Va RAD orqali masofadan turib telefon qurilmasini bemalol sezdirmasdan boshqarishimiz mumkin. Va bemalol balansdagi summani boshqa tartiga o'tkazish imkoniyati bor edi. Ammo bizning niyatimiz boshqa bo'lganligi tufayli ularni ogohlantirishga bordik va ulangan yigitlarni ogohlantirishga harakat qildik va aslida nima yuz berganini tushuntirishga harakat qildik.